Aksariyat ta'lim muassasalari bolaga bilim berishni, ko'proq miyasiga bilim tiqishni tayida bo'ladilar. Lekin bu natija emas. Natijaga erishish uchun olingan bilimni qanday qilib to'g'ri sarflash muhim. O'rgatiladigan bilimlar bu hard skills bo'ladigan bo'lsa, uni amalda qo'llash, hayotiy ko'nikmalar, jaydara qilib aytganda farosat, qushning ikki qanoti bo'lgani kabi, muvaffaqiyatli insonlarda hard skills va soft skills teng va yonma-yon bo'lishi talab etiladi. Soft skills nima deb turgan bo'lsangiz, kishilarni notiqlik qobiliyatlari, vaqtga amal qilishi, tartibi intizomi, hattoki kiyinishi, turmaklari, o'zini tutishi, qayerda qanday qilib gapirishni bilishi, eshita olish qobiliyati, muzokara olib borish san'ati va shu kabi boshqa ko'nikmalar, hayotni o'rgatadigan ko'nikmalar bu soft skills deyiladi. Yakubov School aynan mana shu ko'nikmalarni rivojlantirish orqali o'z o'quvchilarini muvaffaqiyatli hayotini kafolatlashni maqsad qilgan.